Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Navbatdagi mebelimizni uстановка jarayonini tugatdik. Bu mebelimizni Qo'rg'ontepa tumani Savay ikkinchi bo'limiga uстановка qildik. Общий joyimiz 3.35 holatda bo'ldi. Bo'yi 2 metr holatda bo'lgan. Pastroq ekan. Kafelar mebel ichida 1.900.000 so'mdan 1 metrini yasab berdik. Akrilik materialda общий 5.700.000 so'mga mebelimiz bo'ldi. Texnikalardan tashqari. Xo'sh, mo'kamiz, semesiterlari, tepasida so'shilkasi bor. Asosiy rabotchilar shu yerda. Qo'shilib solingan patnisimiz bor. Tashchamiz, sochiqlangan turbamiz ham bor. Kedr firmani matbuot stolishnicasida o'g'li, gaz, dubovka, ichgan tepasi, mikrofonga o'rnatildi, chekalari alyuminiydan qo'yib qo'yganmiz, plyuslari bo'lgan. Alyumin tepasi, polkalari bor. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranlarda ko'ringan raqamlarga aloqa chiqa olasizlar.